Umrimda birinchi marta kiprik ektirishim xuddi sizga o'xshab menda ham qo'rquv bor edi. O'zimni kipriklarim bilan birgalikda tushib ketib qolsa-chi degan. Chunki o'zini ishini mutaxassisi bo'lgan odamlar juda kam. Yaqin o'rtog'im Yulduz opamga kelishib maslahat berdilar. O'zini ishini mutaxassisi bo'lgan lash mekerlardan biri deb maqtab qoldi. Kelishimdan oldin Instagramlarini ko'rib chiqdim. Odzivlari juda yaxshi ekan. Hatto kipriklari 2 oylab turgan klientlari ham bor ekan. Meni ko'zimga kli yoqmaydi, bilmayman nimaga. Uy sharoitidan puchkovoy kipriklar eksam, klisiga bardosh bera olmaydi. Qizarib, achishib ketaveradi. Yana shunaqa bo'lsa kerak. Bir oy bu kipriklar bilan qanaqa yurarkanman deb qo'rqib turgandim. Yo'q, qizlar kiprik ektirganimga 1 hafta bo'lyapti. 1 haftadan beri turibdi. Daji bor yo'qligi ham bildirmaydi. Qizarish, allergiya hech narsa bo'lgani yo'q. Vav, kiprikchalarimni qaranglar, qanaqa akkuratnigina qilib ekib yurganini. Bittagina kiprik bilan shunaqa go'zal bo'lib qoldim. Siz ham shunaqa sifatli lash maker qidirib yurgan bo'lsangiz, Yulduz opam oldilariga kelishingizni maslahat beraman. Manzil Chilonzor 18-kvartalda joylashgan. Telegram nomerlarini ham qoldirib qo'yaman. Telegramdan bemalol murojaat qilsangiz ham bo'ladi.